Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Ramazonlar bilan charchamasdan. Hop, obyektimizga 25 kilovatlik o'zimizda avtomat yo'limizni ustanovka qilib ishlatib berdik. Bu yerda xonadonning ko'rinishi 200 kvadrat metr, 200 kvadrat ichi oshiqroq. 3 yil oldin bu obyektda o'zimiz отопление sistemalarini, topli pol sistemasini hammasini o'zimiz qilib bergan edik. 3 yil oldin, 3 yilgacha mana shunday kitoblik kotyolda ishlatilgan. Tepasida titani bor. Sanuzellar uchun xizmat qildi tepasi, tagi uyni isitib berdi. Bu kotyolni endi olib o'zimiz avtomat kotyolda qo'yib berishimiz sababi bu kotyolda har 2 soatda zapravka qilavergani uchun endi 2 sutka, 3 sutkalik ko'mir kotyoldan qo'yib berdik. Xudo xolasa полный beda отопление, topli pol sistema kotyolxonani ko'ramiz. Hop. Kotyolimiz uyning orqasiga joylashdi. Mana shunday qilib bir chekali qilib o'rnatib qo'yib chiroyli ishlatib berdik. Dimoxodlarimizni uchuklik qilib tunuka qoplab tepaga chiqarib berdik. Hop, yoqqanimizga 1 soatdan oshdi. 55 gradusga qarab ketyapti ekan. 60 ga qo'yganmiz. O'chib yonib ishlayapti. Ishlasga qo'ydik. Bunkerlarni ham ko'mirga to'ldirib qo'ydik mana. Xudo xolasa shuni 2 sutka yoqaveradi. 2 sutkagacha kotyol tegilmaydi. Xo'p, mana yonishi. Bir xil temperaturada, katta olovda yonib, qo'ygan gradusga chiqib, o'chib, ko'mirni ekonomik yoqaveradi. 2 sutkadan keyin ko'mir tugaganda ko'mir zapravka qiladi va mana shunday teploobmenligini tozalab qo'yadi mana. Mashitlarni bir tozalaydi 2 kunda bir. 2 kunda bir ko'mir soladi. Xudo xolasa juda ham zo'r. Podacha tom orqali bo'ldi, chunki sistema tom orqali bo'lgan edi. O'shandan mana biz ham podacha obratkalarni chiroyli qilib ulab ishlatib berdik. Bitta sirkulyatsion nasos shu 220 kvadrat metrda topli pol, radiator sistemalarini aylantiryapti. Pult upravleniyasini bega qo'yib berdik. Do'stlar, shunday yaxshi kotyollardan, garantiyasi bor kotyollardan kerak bo'lsa murojaat qilib olasizlar. Chiroyli qilib yetkazib ham beramiz. Dastavkalarimiz besplatniy. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatish kerak bo'lsa o'rnatib ishlatib ham beraveramiz. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.